Phileas Fogg, siz mening jiyanimga uylanmoqchimisiz? Ha, Lord Mace. Unda 80 kun ichida dunyoni aylanib chiqasiz. Buning iloji yo'q. Aylanib chiqamiz. 1000 funtga ma ulgurmaysiz. Kelishdik. Jon kuydirmasang olqishlar qayda? Bilingdagi uylanmasang baxt kunlar qayda? Fix bu yoqqa kel. Xizmatingizga tayyorman, Lord Mace. Foggning 80 kunda aylanib chiqishiga xalaqit qil. Men garovda yutishim shart. Ammo bu yo'lda ulkan sinov bor. Dunyoni 80 kunda aylanmoq kerak. Phileas, ehtiyot bo'l. Amaki mana bu Fixni senga xalaqit bersin deb jo'natyapti. Xavotir olmang. Men Mr. Fogni sherigiman. Har qanday Fixni dog'da qoldirib ketaman. Raqiblar ham yo'q emas. Makkor Fix bizga yov, lekin Paspartu bor ekan, bo'lolmas u aslo g'ov. Dunyo bo'ylab 80 kun. Mana, narsalarimni yig'dim. Endi Suvaysh kanaliga borib, kemaga chiqsak ham bo'ladi, janob. Ha, Paspartu. Lekin yo'l-yo'lakay ehromlarni ko'rib ketishimiz kerak. Ularni ko'rib nima qilamiz, janob? U yerda bo'lganimizni Lord Mace'ga isbotlash uchun suratga tushamiz. Shuni unutma. Vaqt ketyapti, janob. Ijaraga tuya olamiz. Bunga ko'p vaqt ketmaydi. Kemaga chiptalarni olganmiz-ku. Ha, janob, men chiptalarni kiyimimni cho'ntagiga taqib oldim. Agar chiptalar bilan pulni yo'qotsak, dunyoni 80 kunda aylanib chiqa olmaymiz. To'g'rimi? Eshitdingizmi, janob Fix? Ularni chiptalari bilan pullarni olib qo'ying. Shunda dunyoni 80 kunda aylanib chiqa olmaydi. Chipta cho'ntakka qadalgan-ku. Unda kurtkani olib qo'ying. Rejangiz bormi, janob Fix? Rejam bormi? Rejam bormi? Foggni ta'zirini beraman. Aliboboning tuyalari, yangi va ishlatilganlari bor. Mana senga $10. Alibobo, choy ich. Men tuyalar ijarasi bilan shug'ullanib turaman. $10? Bu katta pul-ku. Juda yaxshi-da. Unda kiyimingni ham berib tur. Xush kelibsizlar. Men Ali Abdulman, Qohiraning eng yaxshi tuyalarini ijaraga beraman. Bugun alohida taklif bor sizlarga. Bir daqiqa, janob. Maslahatlashib olishimiz kerak. Iltimos, janob, ehrom yoniga bormaylik. Bekorga vaqtimiz ketadi. Yo'q, borishimiz kerak. Vaqtimiz bekorga ketmaydi. Ehtimol mana bu tanganing sirrini bilib olarmiz. Rostdanmi, janob? Ha, bu tangani ko'p yillar oldin menga amakim qoldirgandi. Unda ehromlar jumbog'i muhrlangan. Afsonalarga ko'ra, bu jumboqni yechsang, sehrli uchar gilamni toparkansan. Tushunyapsanmi? Sehrli gilam? Nahotki shunaqa gaplarga ishonsangiz, sehrli gilam bo'lar ekanmi? Sehrli gilam deydi. Hozir men ularga sehrni bargini ko'rsataman. Alohida taklif haqida gapirgandim-ku. Mana bugun tuyalar yarim bahosiga beriladi. Faqat sizlarga. To'xtang, men istamayman. Ha, kurtkangizni ushlab turaman. Oq yo'l. Ehromlar haqida fikring qanday, Paspartu? Misrning 3 ta katta ehromi. Juda ajoyib. Tasavvur qilgina, 5000 yil oldin 100 mingta qul shu piramidani qurgan. Unda 2 million xarsang bor. Yanglishmasam bu Xeops piramidasi. Ha, xuddi o'zi. Turistlar kitobchasiga qarayman. Chiptalar kiyimimni cho'ntagida. Yo'q, yo'q. Nima bo'ldi? Pullarimiz yo'qolibdi. To'xta, Paspartu. Qayt. Bunchalik o'zingni qiynama. Yugurib uzoqqa keta olmaysan. Unda tuya tagidan qidirib ko'raman. To'xta. Chiptalar cho'ntagingga qadalgan edi. Uni yo'qotishing mumkin emas. Menimcha uni Fix o'g'irlagan. Fixni nayranga.
Ha, bilardim. Baribir topaman. Qayerlarga borgan bo'lsak qarab chiqaman. Tinchlan Paspartu. Yodingda bo'lsin. Birdaniga qaror qabul qilmasdan hammasini yaxshilab o'ylab ko'r. Nimasini o'ylayman, janob? Chiptalarsiz, pulsiz tamom bo'lamiz. Dunyoni 80 kunda aylanib chiqa olmaymiz. Tamom bo'ldik, janob Fok. Yo'q. Ehromlar yoniga borishimiz va sehrli gilam haqidagi jumboqni yechishimiz kerak. Sehrli gilam? Yo'q, janob. Nahotki shunaqa gilam borligiga ishonsangiz, uni oftob urganga o'xshaydi. Ha, bilardim. Sehrli gilam, sehrli gilam, sehrli gilam. Qani sehrli gilamni uchir. Olg'a sehrli gilam. To'xtanglar, to'xtanglar. Bu adolatdan emas. Xudoga shukr, bu tush ekan, janob Fiks. Dahshatli tush, janob Fiks. Aslida hech qanday sehrli gilam bo'lmaydi, janob Fiks. Unda nega Fok uni qidiryapti? Rostdan ham bor deb tasavvur qilaylik. Unda Fok dunyoni 80 kunda aylanib chiqadi-ku. Yur tezroq, Ali bobo. Menga shu tuyani ber. U yerga Qohiraning chaqqon tuyasi deb yozilgan. Ha, lekin u juda ham g'alati. Orqasiga qarab yuguradi. Orqagami, oldingami nima farqi bor? Tez yugursa bo'ldi. Mana senga pul. Tuya, olg'a. Teskariga qarab yugurish ba'zan xavfli. Tuya jarga yaqinlashsa. Yetib keldik, Paspartu. Bu g'alati hayvon nima ekan? Bu Sfinks. Uning tanasi sherniki, kallasi esa Sepi Firavniki. Shu yerda sehrli gilamni qidirishni boshlaymiz. Tushunarlimi? Mana shu yerdan. Nega shu yerdan? Tangaga. Sfinks suv ichayotgan vaqtda ehromning soyasi tushayotgan joyni qazing deb yozib qo'yilgan ekan. Sfinks ichayotganda juda g'alati jumboq. Buni ma'nosi nima ekan? Toshdan yasalgan jonivor suv icha olmaydi. Yo ichadimi? A? Qohiradagi eng chaqqon tuya, janob Fiks. Albatta chaqqon bo'ladi-da, orqa o'ngiga qaramay yugurgandan keyin. Mana shuning uchun ahmoq. Jinursin. Sfinks suv ichayotgan vaqtda ehromni soyasi tushayotgan joyni. Bu nima degani o'zi tushunmayapman. Mana ehromni soyasi, lekin Sfinks suv ichmayapti. To'xtanglar, tushundim. Nilga yugurib borib, chelakdan suv olib kelib, Sfinks ustiga chiqib, og'ziga suv quyib, keyin Yo'q, Paspartu. Birdaniga qaror qabul qilmasdan hammasini yaxshilab o'ylab ko'r, do'stim. men o'ylayapman, janob. Unda bilishing kerak. Sfinks
Rost mana suv icha olmaydi. Uning boshi yerdan shunchalik balandki, faqat bir narsadan icha oladi. Bir narsadan ichadi? Men tushunmayapman. Nima ekan u? Uxlashga yotishdan avval shu jumboqni o'ylab ko'r. Ertaga tongda javobini topamiz. To'xta, tuya. Mana ular joylashib olishibdi. Xo'sh, janob Fiks sekingina borib nima qilishayotganini bilib olamiz. Sehrli gilam borligiga ishongim kelmayapti, janob Fok. Lekin nima ham qilaman? Chiptaga pul yo'q. Dunyoni 80 kunda aylanib chiqishi uchun mo'jizaga umid qilish qoldi xolos. Nima deb g'uldirashyapti? Yaqinroq boraychi. Tangangiz bizga katta jumboq berdi. Sfinks suv ichayotgan vaqtda ehromni soyasi tushgan joyini qazing. Shunda yozilgan. Bor yo'g'i shumi? Sfinks ichayotganda ehromning soyasi tushgan joyini kavlang. Shuning o'zi yetarli, janob Fiks. Olg'a. Ha, Nildan suv olib kelish mumkin bo'lsa, jumboqni yechish osonroq bo'lardi. Faqat ahmoqgina tosh haykalga suv ichirmoqchi bo'ladi. Endi tushundim. Nilga borib bir chelak suv olib, qariya Sfinksga ichgani beramiz. Juda to'g'ri, janob Fiks. Tuya, olg'a! Drrrr, esi yo'q hayvon. Chanqagan Sfinks-ku, men emas. Darrov qirg'oqqa chiq. Yaxshiyamki bu yerda jar yo'q, janob Fiks. Yuring suvga, janob Fiks. Tuya, olg'a! Sekinroq, shoshilma. Hay, sekinroq dedim. Sekinroq yugur. Tez yugurma, shoshilma. Sekinroq. Juda yaxshi. Endi to'xta. To'xta dedim. To'xta, tuya. Yaxshi, ichib ol, og'ayni. Siz yaxshi ishladingiz, janob Fiks. Foydasi bo'lmadi, janob Fiks. Yana bir marta urinib ko'ring, janob Fiks. Bo'lmaydi, janob Fiks. Yaxshi, ertalab Fok nima qilishini ko'rish uchun kutib turaman. Mana tong yorishdi, Paspartu. Jumboqni eshitdingmi, Paspartu? O'yladim, lekin tushunmadim. Sfinks qanday qilib suv ichadi? Sfinksning boshi shunday balandki, u bitta narsadan icha oladi. Tushunyapsanmi? Nimadan? Uni o'rab turgan narsadan. O'rab turgan? Albatta, havo. Sfinks havodan ichgan bo'lardi. Qachon havoda suv, ya'ni namlik ko'proq bo'ladi? Ertalab, janob. Ha, hozir. To'g'ri. Demak, aynan hozir qazishimiz kerak ekan. Ehromdan soya tushgan joyni qaziymiz. Mana shu yerni. Qoyil, topildi. Ha, ana ular. Hech qanaqa sehrli gilamga ishonmayman-ku, nimani qazib olishsa ham to'g'ri ish qilay deb yaqinroqda turaman. Janob, belkuragim nimagadir tegdi. Balki bu sehrli gilamdir. Og'irligidan gilammas. Balki gilam bilan oltini ko'mishgandir. Juda qo'l kelardi-da. Kel, chodirimiz yoniga olib boraylik. O'sha yerda ochamiz. Sandiq topishdi. To'g'ri. Ha, yaxshi. Uni bu yoqqa olib kelinglar. Janob Fiks ham uni ko'rsin. Mana shu yerga qo'y. Kel, uni ochamiz. Tosh? Buni qarang. Ichida faqat toshlar bor ekan. Bu Fiks nayrangi bo'lishi kerak. Ha, bilaman, Fiks nayrangi. Ajab bo'pti. Janob Fiks. Ular hamma qora ishni qilishdi-yu, kutganlari gilam emas, bir sandiq tosh bo'ldi. To'xta, Paspartu. Bu yerda faqat tosh emas.
qadimiy yozuvli papirus varrag'i ham bor ekan. Qadimiy yozuv? Uni o'qiy olasizmi? G'or nihoyat tonnelga olib boradi. Undan xo'mraygan, mo'miyolanganni topasiz. Yo'q, yana jumboq. Siz uchar gilamni hech qachon topolmaymiz. Yo'q, Paspartu. To'satdan qaror qabul qilmasdan hammasini yaxshilab o'ylab ko'r, do'stim. Nimasini o'ylayman? Tunnel, mo'miyoni nimasini tushunamiz? Tamom bo'ldik. Yo'q, menimcha bu jumboq Buyuk Xeops ehromiga bog'liq. Sayyohlar uchun bukletga qara. Bu Xeops ehromining sxemasi, ko'rdingmi? Ikkita tonnel kesishgan. Keyin ajraladi. Xo'sh, bu nimaga o'xshaydi? Bilmadim, janob. Menimcha ayriga o'xshaydi. To'g'ri. Demak, biz shu tonnelni qarab chiqishimiz kerak. Tonnel? Janob, qorong'uda tonnelga boramizmi? Bu menga ma'qul deb ayta olmayman. Qo'rqma, Paspartu. Qo'rqadigan narsa yo'q. Mumiyolarchi, janob. 1000 yil oldin o'lgan odamlarchi. Bu juda qo'rqinchli. Qo'rqinchli. Biz nimadan qo'rqamiz, janob Fix? Hech narsadan. Men birinchi bo'lib bu tonnelga tushaman. Qarang, janob. Yana kimdir katta ehromga kirdi. Bu Fix. Ha, ana ko'rdingizmi? Bu Fix edi. Fix. Sekin, Paspartu. U Armama firavni qilgan yo'lakdan kirdi. Agar asosiy kirish yo'ldan borsak, undan o'zib ketamiz tezroq. Yoqimsiz joy ekan, janob Fix. Tezroq yur. Uchar gilamni qancha tez topsak, shuncha tez chiqib ketamiz. Ha, haligi tonnelga kirdik. Xo'mraygan mumiyoni topish qoldi xolos. Xo'mraygan mumiyoni topaman. Xo'mraygan mumiyoni topaman. Xudoyim. Ehtimol xo'mraygan mumiyo shudir. Kechirasiz, janob. Devor qani? Tushunmadim. Nima bo'ldi? Men ham tushunmadim, janob Fix. Nega kirmayapsiz, janob Fix? Xohlamayapman, janob Fix. Qo'rqmasangizchi, janob Fix. Bo'la qoling. Buni qarang. Yashirin xona. Mana shu uchar gilam bo'lsa kerak, a? Siz uni topdingiz, janob Fix. Qani o'tirib yo'lga tushing. Sehrli gilam, olg'a. Sehrli gilam, olg'a dedim. Uch, parvoz qil. Uch, qani, ha? Men uchar gilamni qo'riqlovchisiman. Nega bu yerga kelding? Uni qanday qochib ketganini ko'rdingizmi, janob? Endi bu yerga boshqa kelmasa kerak. Hech qachon kelmaydi. Bu rostdan ham uchar gilammi? Ishonchim komil, Paspartu. Unda buni sinab ko'rish kerak. Uchar gilam, olg'a. Uchar gilam, olg'a. Buni qarang. U sehrli emas ekan. Fix aytsa ham, men aytsam ham uchmadi. Balki uning sehri boshqa narsadadir, Paspartu. Qohira muzeyiga olib boraylik, ko'ramiz. Qohira muzeyi. Bu Kleopatraning yo'qolgan gilami. 2000 yillik gilam. Janoblar, sizlar Misrga katta yaxshilik qildingiz. Evaziga nima bersak ekan, istagan narsangizni so'ranglar. Marhamat. Nima bo'lsa hammi? Istagan narsangizni.
O'ylab ko'raylik-chi. Nima so'rasak ekan, a? Yodingda tut. To'satdan qaror qabul qilmay, hammasini yaxshilab o'ylab ko'r. Topdim, janob. Chiptalarimiz va pulimiz o'rnini to'ldirishlarini so'rasak bo'ladimi? Ha? Muammo yo'q. Jon deb o'rnini to'ldiramiz. Birovning chiptasi bilan pulini o'g'irlasa shunaqa bo'ladi, janob Fiks. Darrov qaror qabul qilmasdan hammasini yaxshilab o'ylab ko'rganimda qanday jazo olishimni bilgan bo'lar edim. Jennerson. Ko'rdingmi, Paspartu? Gilam biz uchun sehrli bo'ldi. Ha, janob. Afsus, u janob Fiksni havoda uchira olmadi-da. To'g'ri aytasan, Paspartu. Phileas Fogg, siz mening jiyanimga uylanmoqchimisiz? Ha, Lord Mays. Unda 80 kun ichida dunyoni aylanib chiqasiz. Buning iloji yo'q. Aylanib chiqamiz. 1000 funtga ma ulgurmaysiz. Kelishdik. Jon kuydirmasang olqishlar qayda? Bilingdagi uylanmasang baxt kunlar qayda? Fiks bu yoqqa kel. Xizmatingizga tayyorman, Lord Mays. Foggning 80 kunda